Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanalida. Siz bilasiz, King Motors avtosaloni Voyo avtomobillarini rasmiy dileri hisoblanadi. Mana bugun ko'rib turganingizdek bir emas 5 ta Voyo Free avtomobillarimizni 2026-yilga, ya'ni Voyo Free Plus'larimiz yetib keldi. Alt qismini ko'rishingiz mumkin. Bunda yonadigan qilingan, juda ham chiroyli ishlangan avtomobillar qora rangda, lekin buni salonlari, ya'ni ichki qism ranglari har xil. Hozir sizga ichki qism ranglarini birma-bir ko'rsatib, texnik xususiyatlari haqida ham qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Voyo Free Plus avtomobilimiz ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishi qop-qora, disklari ham juda ham chiroyli. Ko'rsatib o'ting disklarni ham. Bu yerda Michelin'dan shinalari taqilgan avtomobilimizda mana ko'rishingiz mumkin, disklari chiroyli, so'pitlari esa xuddi shunaqangi Voyo yozuvi bor, qizil va avtomobilning ichki qism rangini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Zikr 9X ta chiqdi-ku, qarang. To'q ko'k rangdagi, xuddi shunaqangi temniy siniy deydimi, shunaqa rangda ishlangan avtomobilimiz, yog'ochli joylari ham bor va to'liqligicha alikantara bilan ishlov berib o'tilgan. Endi sizga ichki qismini ko'rsatadigan bo'lsak, oldingisida yo'q edi, bunda qo'shilgan head-up displeylar, aromatizatorlarimiz bor va monitor o'rtada markaziy displey o'zi alohida qo'yilgan. Rullar ham to'liqligicha yangilangan. Bu yerda hozir avtomobilimizni pechkalari qo'shilgan ekan, o'chirib qo'yamiz. Va rulda ham isitish funksiyasi bor edi, bilasiz. Ruldagi isitish funksiyasi va orqadagi isitish funksiyalari ham yonib qolgan ekan. Bularni o'chirib qo'ydik. Va yana o'zgargan narsalar. Hozir bu avtomobilimizda 17 ta karnaylar bor. Oldingilarda faqatgina 8 ta karnay bo'lardi. Eshik ochadigan tutqichlar o'rniga mana bunaqangi tugmalar ham qo'yib o'tilgan. Alikantarali joylari ham xuddi shunday qolgan. Ichki qism orqasini ko'rasiz endi. Orqa qismda ham o'zgarishlar bor avtomobilda, o'tirib ko'rsataman. Oldingisida tikroq o'tirardingiz, o'rindiqni hech qanaqasiga bu yerda boshqarib bo'lmasdi. Hozir o'rindiqni bemalol mana shu yerdan ko'ryapsiz. Aynan suyanchig'ini o'zini boshqarsangiz bo'ladi. Xohlasangiz tikroq, xohlasangiz yotiqroq holatda va ko'rdingiz, hozir o'chirganimizda endi avtomobilning orqa qator o'rindiqlarida isitish va sovutish funksiyalari ham bor. Avtomobillarning barchasida pozitsiyasi bir xil. Buni siz disklardan ham bilsangiz bo'ladi. Ranglari ham bir xil, ya'ni eng full pozitsiyadagi avtomobillar. Pnevma podveskalar saqlab qolingan va qo'shimcha tarzda oldin juda ham ko'pchilik so'raganda aynan shu funksiyani eshiklarda tortib olish funksiyalari ham bor. Ko'rishingiz mumkin, to'rtali eshiklar ham xuddi shunaqangi funksiyani qo'llab-quvvatlaydi avtomobilda. Buni ichki qismi juda ham chiroyli. Buni bitta ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Oq hamda to'q bu yerda jigarrang kombinatsiyasi. Haqiqiy luxury avtomobillarga xos, ya'ni Maybach'ga xos bo'lgan ichki qism dizayni avtomobilda. Bu endi Voyo Free'ni juda ham o'zini bir ultra lyuks avtomobil ekanligini ko'rsatib turadigan rang. Faqatgina buni o'ziga yarasha nimasi bor? Minus tomoni bor. Ya'ni oq bo'lganligi uchun nisbatan tezroq kir bo'ladi. Sizning oilangizda yosh bolalar bo'lmasa yoki yosh bolalar bo'lsa ham o'zim qarab haydayman desangiz, bu rang juda ham zo'r. O'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli rang qilib bu yerda tanlangan va eshik obshivkalarida ham bu yerda juda ham chiroyli tarzda ishlangan. Aynan mana shu yerda to'q jigarrangdan foydalanib o'tilganligi ham avtomobilga o'zgachalik berib turadi va buni ochib yana bitta funksiyani sizga ko'rsatib o'tamiz. Ko'ryapsiz, Voyo Free Plus yozuvlari. Avtomobillar hozir yuvilgan, shuning uchun suvlari oqib turibdi. Bunga ahamiyat bermaysiz va sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan funksiyam mana bu yerda edi. Oldin bilsangiz podveskasi bor edi, pnevma podveskasi, orqani o'zini alohida cho'ktirish mumkin emas edi. Bu avtomobilga esa endi xuddi shu funksiya qo'shilgan. Bitta tugmani bossangiz, orqa qism o'zi avtomatik tarzda pasayadi. Qaytadan bossangiz esa o'zi yana ko'tarilish funksiyalariga ham ega. Xuddi shunaqangi ko'plab funksiyalar avtomobilga qo'shib o'tilgan. Bu avtomobilimizni ham ko'rib turibsiz, rangi qora, faqatgina buni ichki qismi boyagilardan ham anchayin chiroyli. Keling, sizga ichki qismini ham ko'rsatib o'tamiz avtomobilni. Juda bunda boshqacha qilingan. Oldingi Voyo Free'larda bunaqa rang yo'q edi. Aynan mana shunda shu rangni ko'rishingiz mumkin. Qarang. Bu yerda bardoviy deydi, baqlajon rangidagi charmlardan foydalanib o'tilgan. Alikantara ham xuddi shu materialda, ya'ni xuddi shu rangda ishlangan. Avtomobilning ichiga o'tirganingizda umuman o'zingizni boshqacha his qilasiz. Oldin faqatgina qora oq edi. Oqni ko'pchilik xohlamaydi, qora bu oddiy deyishardi. Mana bunaqangi endi sizda yana bitta uchinchi tanlov ham paydo bo'ldi. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqangi o'tirish, o'rindiqlarni sozlash, isitish, sovutish funksiyalaridan o'rindiqlarni foydalanish mumkin. Endi avtomobil haqida umumiy sizga aytib o'tadigan bo'lsak,
yana bitta ko'rsatib o'tamiz. Eshik tortib olish funksiyasini ko'rishingiz mumkin. Umumiy aytib o'tadigan bo'lsak, avtomobilda endi panorama tom funksiyasi bunda ham saqlab qolingan, faqatgina lyuklar ochilmaydi bu avtomobillarda. Qolgan narsalar esa qo'shimchalarni ko'rib o'tdingiz. Ya'ni oldingi Voya Free'ga nisbatan bunda orqa o'rindiqlarda isitish funksiyasi bor. Bundan tashqari head-up displeylari qo'shilgan avtomobilda va ko'plab yangiliklar va eng asosiysi aytish esdan chiqibdi, avtomobilga muzlatgichlar ham qo'shib o'tilgan. Aynan mana shu ko'rib turgan avtomobillaringizni 3 yil yoki 100 ming kilometr rasmiy kafolati bilan rasmiy diler hisoblangan King Motorsdan xarid qilsangiz bo'ladi. Narxlari ham juda ham ajoyib avtomobillarni. Hozirgi kundagi narxi 45 ming AQSh dollari deb baholangan. Ko'rib turganingizdek qora rangdagi xohlagan salon rangi bizda hozirgi kunda sotuvda mavjud. Bemalol qo'rqmasdan pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. To'lov usullari ham har xil. Xohlasangiz nasiya savdo, xohlasangiz boshqacha usullarda ham sizga avtomobilni tezda chiqarib beramiz. King Motorsga tashrif buyuring, o'zingizga yoqqan Voya avtomobilni xarid qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.